Assalomu alaykum, Umid Rashidov YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun ertalabdan sizlarga yana bir foydali video qilaylik deb Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Hamkon mahallasida o'zimiz chiqarib borilayotgan gipki kamin aboylardan bitgan xonadonni ko'rsatamiz. Hozir mana shu yerda bu xonadonimizni bitta fasadiga e'tibor berasiz. O'zimga shaxsan juda yoqdi. Endi bunaqa remont qilingan xonadonlarda yomoni yo'q, lekin shunday dizaynlar bor, ya'ni fasad turi tanlanadi. Bu xonadonni sokilidan tortib to patologgacha bir-biriga mos tushadi. Xuddi mana shu xonadonimizda qilingan ishlarda barchasi, fasadi ham, patologiya ham, sokilga terilgan kafellari ham hammasi bir-biriga mos tushgan. Agarda sizga mana shunaqa fasadlar ma'qul kelsa, albatta pastdagi raqamlarga ikkilanmasdan telefon qilsalaringiz, xudo xolasa xonadoningizga borib, chiroyli qilib mana shunday holatda fasadlaringizni bitkazib berishadi va 10 yillik kafolatlar bilan birgalikda. Tunikafon kerak bo'lsa, masalan, patologlar, u videolar ham kanalimizda bor, albatta aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Hozir esa biz sizlarga tunikafon emas, kafel emas, aboylarimizni qanday tartibda zakaz qilish kerak va qanday qilinadi, narxlari to'liq ma'lumoti bilan xonadon egalaridan ozgina suhbat qilamiz. Xullas o'rtoqlar, hozir fasadimiz option necha kvadrat. Agarda mana shu xonadonni dizaynlariga qiziqsangiz, ya'ni proyektiga qiziqsangiz, qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana bobomiz ham shu yerda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Zo'rman, salomatman. Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zlaringiz zo'rman, salomatman, vaqtlaringiz xushman. Eson omonmisizlar? Mana bugun o'g'limning uyi, O'ktambayning uyi, Qiziriq To'lqinboy boshchiligidagi ustalarimiz 250 metr kvadratni 10 kun ichida metr kvadratini 90 mingdan o'zlari olib kelib, joylashtirib, chiroyli qilib mehnat qilib ketdi. Ularga rahmat, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bolalarini huzurini ko'rsin, to'y tomoshalarda, xursandchilikda shunday bo'lib yuraylik. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bobo, ishlar qanday bo'ldi? Ma'qulmi sizga? Ishlar ma'qul, albatta ma'qul. Endi biz har doim videolar qilamiz. Surxondaryo bo'yicha mana Qashqadaryoga ham bordik o'tgan yili. Tojikistonga ham borib qilib beryapti To'lqin akamiz shu kanalimiz orqali obunachilarimizga. Mana shunday videolarda xonadon egalaridan suhbat olganimizda ko'p kishi aytadi, sizlar postanovka qilasizlar, ya'ni uyushtirasizlar, xonadon egasiga yaxshi deb. Hozir birovga yomon narsani yaxshi deb aytish o'zi qiyin masala. Albatta. Shuning uchun haqiqatan ham sizga ma'qul keldimi? Tavsiya qilasizmi boshqalarga? Albatta. Ashurov Nurmamat bo'laman, o'g'lim O'ktamboy Ashurov. Uyi, joyi, hovlisi, ko'ngildagi ustalar ishladi. Otasiga, onasiga, hammasiga, og'aynilariga rahmat. Sidqi dildan mehnat qildi To'lqinboy boshchiligida. Rahmatlar deymiz, ofarin deymiz. Hamisha omon bo'lsin. Mana shunday uylarni chiroyli qilib, o'ziga yarasha bezak qilib mana shunday qilganiga million marta rahmat deymiz. Salomat bo'lingizlar. Omon bo'lingizlar. Hammaga salom. Butun hammaga salom. Rossiyadagi salom, nevaralarim, o'g'illarim hammasiga salom, salomat bo'lsin, hamisha omon bo'lsin. To'y tomosha qilib yursin shunday hovlilarda. Nasib bo'lsa hammaga to'y boshi to'ydan chiqmasin. Aytganingiz kelsa, ayniqsa musofirda yuribdi akamiz ham, musofirdan turib mana shu xonadonlarda xuddi mana shunaqa holatda bitkazyaptilar. Aytganingizdek, har doim faqat to'ylar bo'lsin mana shu xonadonda. Albatta, to'ylar bo'lsin. Xudo xolasa, musofirda yurganlar mana shu xonadon, ya'ni uy quraman deb yurgan do'stlarimizga mana shunaqa xonadonlar nasib qilsin va fasadlarni, patologlarni, burchatkalarni, nimaiki qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, imkon qadar qulayroq, arzonroq joylarni Umid Rashidov kanali sizlarga yoritib boradi. O'ylaymanki, mana shu musofirdan tinga ulab, mana shunday qurilish qilaman deganlarga eng qulay joylarni imkon qadar chiqarib va yetkazib berish xizmatlarini harakat qilamiz kanalimizda chiqarib borishga. Endi o'rtoqlar, bobo sizga katta rahmat, charchamang. Rahmat, salomat bo'ling, Umidboy. Nasib aytganingiz kelsin, yaxshi tilaklar o'zingizga ham. Salomat bo'lsin. Hamma zo'r bo'lsin, salomat bo'lsin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Aytganingiz kelsin. Gullab yashnasin. Tinchlik bo'lsin. Tinchlik bo'lsin, sog'lik bo'lsin. Xullas, endi bitta o'rtoqlar uylarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Endi bu gipki kamin mahsulotlarini agarda birinchilardan bo'lib kuzatib borayotganlar bo'lsa,
Sababi har oy bizning YouTube kanalimizda 10 ming, 7 ming, 8 mingga qadar obunachilar qo'shiladi. Endi birinchi marta ko'rayotganlarga mahsulotini qisqacha aytib o'tib ketish kerak. Tabiiy mahsulot, mana bu ustidagi toshlar mramorni maydalangan toshlari. Bu o'zini mishalkalariga solib har xil ranglar beriladi. Quyosh nurida, sovuqda 10 yil kafolati bor. Tagdagi mahsulot esa stekli xolis hisoblanadi. Buni Rossiyalarda O'zbekistonda ham o'zi ommalashdi. Shpatlovkalarni ostidan yopishtirib, ustidan shpatlovka qilishadi. Sabab kichkina va mana yoriqlarni, kattaroq yoriqlarni tashqariga chiqarmaslik uchun. Endi asosan O'zbekistonda devorlarimiz xomush bo'ladi. Xomush bo'lgandan keyin ming xil hunar qiling, ming xil fasad qiling, baribir shikatorka yoriladi. O'sha shikatorkalarda kichkina yoriqlarni yo'qotish uchun mana bu gibkami mahsuloti cho'zuvchanlik xususiyatiga ega. O'shaning hisobidan kichkina trishinalar ko'rinmaydi. Mana bunday kraskaga nisbatan. Yana ham o'zlaringiz qilingan xonadonlarda yoki mana shu xonadonda kelib ko'rishingiz mumkin. Ma'qul kelsa zakaz qilasiz, birovni bo'yniga hoshsha qilasan deb qo'ya olmaymiz. Albatta ma'qul kelsa zakaz qilaverasiz. Video yoqqan bo'lsa bitta moshina qilib like deb bosing, men hozirlarga fasadni opsha holatda bitta ko'rsatib o'tib ketaman.